Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash masalasi. Bu xabar faqat bugun pensiya olayotganlarga emas, balki ota-onasi, bobosi, buvisi pensiya oladigan har bir oilaga tegishli. Chunki pensiya miqdori qanday o'zgarishi, kimga o'shishi, kimga o'zgarmasligi, kim esa hujjatini to'g'rilamasa, o'ziga tegishli pulni ola olmay qolishi mumkinligi haqida ko'pchilikda savol bor. Men bu videoda sizga oddiy tilda misollar bilan qaysi holatda pensiya qayta hisoblanadi, qaysi holatda oshadi, qaysi holatda odam kutganidek katta farq chiqmasligi mumkin, hammasini tushuntiraman. Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p pensioner o'z haqini bilib oladi. Ko'pchilik pensiya masalasida bitta narsani aralashtirib yuboradi. Pensiya oshdi degani har doim ham hammaning pensiyasi bir xil miqdorda oshadi degani emas. Pensiya qayta hisoblanadi degani esa har doim ham yangi pensiya tayinlanadi yoki hamma odamga qo'shimcha pul beriladi degani emas. Bu ikki tushunchani ajratib olish kerak. Oldin pensiya tayinlanganda odamning ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlari ayrim hollarda ustamalar va qonunda belgilangan eng kam miqdorlar hisobga olinardi. Lekin ko'p odamlar pensiyaga chiqqan paytda hamma hujjatlarini to'liq topshirmagan bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir 1960 yillarda ishlagan zavodidan ma'lumotnoma ola olmagan, kimdir kolxoz davridagi ish stajini tasdiqlata olmagan, kimdir bola parvarishi, harbiy xizmat, nogiron farzand parvarishi yoki zararli mehnat sharoitidagi davrlar qanday hisoblanishini bilmagan. Natijada pensiya tayinlangan, lekin ayrim davrlar hisobga kirmagan bo'lishi mumkin. Endi 1 avgustdan qayta hisoblash deyilganda odamlar asosan 3 narsani tushunish kerak. Birinchisi, pensiya miqdorlariga umumiy indeksatsiya yoki oshirish bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, ayrim toifalar bo'yicha qonundagi o'zgarish sababli pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Uchinchisi, pensionerning o'zi yangi hujjat olib kelgan bo'lsa, staji yoki ish haqi ma'lumotlari qo'shilib, pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Mana shu joyda eng muhim savol tug'iladi. Kimga qanday oshiriladi? Javob hamma uchun bir xil emas. Men hozir buni oddiy misollar bilan tushuntiraman. Avvalgi tartibda ham pensiya hisoblashda asosiy mezonlar bor edi. Ish staji, oylik ish haqi, pensiya turi va qonunda belgilangan minimal kafolatlar. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi alohida tartibda hisoblanadi. Har birida o'zining shartlari bor. Agar odamning ish staji yetarli bo'lsa va maoshi yaxshi bo'lgan davrlar hujjat bilan tasdiqlansa, pensiya miqdori yuqoriroq chiqishi mumkin. Agar staj kam bo'lsa yoki maosh ma'lumotlari topilmasa, pensiya odatda pastroq hisoblanadi. Ayrim odamlar men yardım yil ishlaganman, nega pensiyam kam deb shikoyat qiladi. Men bunday holatlarda birinchi navbatda bitta savol beraman. Shu yardım yilning hammasi hujjat bilan tasdiqlanganmi? Mehnat daftarchasida yozuvlar aniqmi? Korxona nomi, buyruq raqami, ishga kirgan va chiqqan sanalar to'g'rimi? Arxivdan ma'lumotnoma olinganmi? Chunki pensiya og'zaki gap bilan emas, hujjat bilan hisoblanadi. Hozirgi o'zgarishlar atrofida eng katta yanglish tushuncha shuki, odamlar 1 avgustdan hammaga falon so'mdan qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida pensiya oshirilganda ham, qayta hisoblanganda ham natija odamning holatiga qarab farq qiladi. Kimning pensiyasi eng kam miqdorga yaqin bo'lsa, u davlat belgilagan minimal kafolatlar orqali oshishni sezishi mumkin. Kimning pensiyasi ish haqi va staj asosida yuqoriroq hisoblangan bo'lsa, unda foizli indeksatsiya yoki qayta hisoblash boshqacha ko'rinadi. Kimdir esa yangi hujjat topshirsa, unga avval hisobga olinmagan davrlar qo'shilib, oshish alohida bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi pensioner 3 yil staj bilan pensiya olmoqda. Lekin pensiya chiqqan paytda 5 yil ish staji arxivdan topilmagani uchun hisobga kirmagan. Agar u hozir arxivdan ma'lumotnoma olib kelsa va bu davr qonuniy tan olinsa, pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Ikkinchi pensionerning hamma hujjati to'liq, staji ham, oyligi ham hisobga olingan. Bunday odamda faqat umumiy oshirish bo'lsa, shunga mos o'zgarish bo'ladi, lekin qo'shimcha staj qo'shildi degan alohida oshish bo'lmaydi. Birinchi navbatda pensiyasi juda past bo'lgan fuqarolar e'tibor berishi kerak. Agar siz yoki yaqinlaringiz ko'p yil ishlagan bo'lsa-yu, pensiya miqdori juda kam bo'lsa, demak hujjatlarda nimadir yetishmayotgan bo'lishi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam 35 yil ishlagan, lekin pensiya hisobida 22 yil ko'rsatilgan. Sababi mehnat daftarchasidagi ayrim yozuvlar noto'g'ri
korxona muhri o'qilmaydi. Ishga qabul qilish buyrug'i raqami yo'q yoki korxona tugatilgandan keyin arxivga topshirilgan hujjatlar topilmagan. Ikkinchi toifa Sovet davrida kolxozda, sovxozda, zavodda, qurilish tashkilotida, mavsumiy ishda yoki ko'chma brigadalarda ishlaganlar. Bu davrlar ko'pincha hujjat bo'yicha qiyin tasdiqlanadi. Lekin qiyin degani imkonsiz degani emas. Tuman arxivi, viloyat arxivi, sobiq korxonaning huquqiy o'risi, soliq yoki bandlik organlaridagi ma'lumotlar orqali ayrim davrlarni tiklash mumkin. Uchinchi toifa pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan pensionerlar. Bu yerda odamlar ko'pincha shunday deydi: men pensiyaga chiqqanimdan keyin yana 4 yil ishladim. Nega pensiyam avtomatik ko'paymadi? Bu savolning javobi amaldagi tartibga bog'liq. Ayrim hollarda ishlagan davrlar qayta hisoblash uchun asos bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda esa alohida murojaat yoki belgilangan shart talab qilinadi. Shuning uchun ishlagan pensioner o'zining keyingi ish davri pensiya hisobiga qanday ta'sir qilishini pensiya jamg'armasi bo'limidan yozma yoki elektron tarzda aniqlashtirib olish kerak. 4-toifa. Nogironligi bo'lgan shaxslar va boquvchisini yo'qotgan oilalar. Chunki bunday pensiyalarda nafaqat staj, balki pensiya turi, mehnatga layoqat, qaramog'idagi shaxslar, oila tarkibi, yosh bolalar yoki o'qiyotgan farzandlar holati ham ta'sir qiladi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzand begin sud tekish yoshga to'lgandan keyin, agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim hollarda to'lov davom etishi mumkin. Lekin buning uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Hujjat vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki kechikishi mumkin. 5-toifa ayollar. Ayniqsa farzand parvarishi davrlari, homiladorlik va tug'ruq ta'tili. Nogiron farzand parvarishi ko'p farzandli ona sifatidagi ayrim imtiyozlar pensiya hisobida qanday aks etishini tekshirtirish zarur. Ko'p ayollar men uyda bola qaraganman, bu umuman hisobga olinmaydimi deb so'rashadi. Bu masala oddiy emas. Qaysi davr, qanday hujjat, qanday qonuniy asos bilan tasdiqlanishi kerakligi muhim. Shuning uchun har bir holat alohida tekshiriladi. Agar siz pensiyaga yaqinda chiqqan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz elektron bazada bo'lsa, ish staji va ish haqi to'liq hisobga olingan bo'lsa, sizda qayta hisoblash bo'yicha katta muammo bo'lmasligi mumkin. Bunday holatda pensiya miqdori umumiy oshirish tartibiga ko'ra o'zgaradi. Ya'ni alohida ariza bermasangiz ham belgilangan oshirish avtomatik qo'llanishi mumkin. Agar pensiyangiz eng kam miqdordan ancha yuqori bo'lsa va sizda qo'shimcha hujjat yo'q bo'lsa, mening pensiyam birdan 2 barobar oshadimi degan kutish to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Pensiya qayta hisoblash matematik tartib. Unda hech tuyg'u emas, hujjat, staj, oylik va qonuniy koeffitsiyentlar ishlaydi. Yana bir muhim holat. Kimningdir qo'shnisiga 300 ming so'm qo'shilgan bo'lsa, sizga ham albatta shuncha qo'shiladi degani emas. Qo'shningizning staji boshqa, oyligi boshqa, pensiya turi boshqa, qo'shimcha hujjati boshqa bo'lishi mumkin. Pensiya masalasida falonchiga shuncha bo'libdi degan gapga qarab xulosa qilish eng ko'p xatoga olib keladi. Endi real hayotga yaqin misollar bilan tushuntiraman. Aytaylik, Rustam aka 62 yoshda 22 yil ish staji bilan pensiya oladi. Pensiyaga chiqqanida 1992 yildan 1937 yilgacha ishlagan bir korxonasi bo'yicha ma'lumot topilmagan. Shu sababli 5 yil hisobga kirmagan. Hozir Rustam aka arxivdan ishga kirgan va chiqqan sanalari, lavozimi va ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma oldi. Agar bu hujjat pensiya jamg'armasi tomonidan qabul qilinsa, uning staji 22 yil emas, 33 yil bo'lib qayta ko'rilishi mumkin. Bu holatda pensiya oshishi ehtimoli bor. Lekin oshish miqdori faqat 5 yil qo'shilgani bilan emas, o'sha davrdagi ish haqi hisobga olinishi mumkinmi? Umumiy formulada qanday aks etadi? Minimal va maksimal chegaralar bormi? Shular bilan belgilanadi. Ikkinchi misol. Zaynab opa 7 yoshda pensiyaga chiqqan, 25 yil staji bor. Lekin u 3 farzandni parvarish qilgan davrlarni pensiya hisobida ko'rilganmi yoki yo'qmi bilmaydi. Unga mening maslahat tuman pensiya jamg'armasiga borib, pensiya ishidagi hisob varaqasini ko'rsatishni so'rashi kerak. Qaysi davrlar stajga kiritilgan, qaysi davrlar kiritilmagan, yozma ravishda aniqlashtirsa yaxshi bo'ladi. Agar bola tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi, ta'til buyruqlari yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lsa, ularni yig'adi. Natijada avval hisobga olinmagan davrlar qo'shilishi mumkin. 3-misol. Bahrom aka pensiyaga chiqqandan keyin yana 6 yil qorovul bo'lib ishlagan. U har oy ish haqidan tegishli to'lovlar ushlab qo'linganini aytadi. U men ishlab yurganim uchun pensiyam qayta hisoblanishi kerak deb o'ylaydi.
Bu yerda birinchi qilinadigan ish uning ishlagan davri rasmiy bo'lganmi? Ish beruvchi badallarni to'laganmi? Ma'lumotlar elektron bazada aks etganmi? Shuni tekshirish. Agar hammasi rasmiy bo'lsa, u qayta hisoblash imkoniyati bor yo'qligini so'rab ariza berishi kerak. Og'zaki so'rash bilan cheklanmaslik kerak. Chunki yozma murojaatga yozma javob beriladi va keyin huquqingizni himoya qilish osonroq bo'ladi. 4-misol. Dilbar opa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Chunki turmush o'rtog'i vafot etgan. Uning 19 yoshli farzandi universitetda kunduzgi bo'limda o'qiydi. Agar ta'lim muassasasidan o'qish haqida ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday oilalar har o'quv yili boshida hujjatlarni yangilab pensiya jamg'armasiga taqdim etish kerak. Bu ham qayta hisoblash yoki to'lovni davom ettirishda juda muhim. 5-misol. Karim aka garti yil ishlaganini aytadi. Lekin pensiya hujjatida 30 yil staj ko'rsatilgan. U jahli chiqib meni aldashgan deydi. Men bunday vaziyatda avval hisob kitobni ko'rmasdan xulosa qilmaslikni maslahat beraman. Balki 9 yil haqiqatan ham hujjatsiz bo'lgan. Balki ayrim davrlar bir-biriga ustma-ust tushgani uchun 2 marta hisoblanmaydi. Balki harbiy xizmat davri kiritilmagan. Balki mehnat daftarchasidagi yozuvda xato bor. Har bir sababning yechimi boshqa. Shuning uchun hissiyot bilan emas, hujjat bilan ishlash kerak. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya qayta hisoblanganda har doim ham orqaga qarab katta pul to'lab berilmaydi. Ko'p odam men 10 yil oldin hujjat topshirmagan ekanman, endi topdim, demak 10 yillik farqni berishadi deb o'ylaydi. Amalda esa qayta hisoblash qaysi sanadan kuchga kirishi qonun va murojaat qilingan sana bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun hujjat topilgan zahoti cho'zmasdan topshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat, hujjatning o'zi borligi yetarli emas. U to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Arxiv ma'lumotnomasida tashkilot nomi, ish davri, lavozim, buyruq raqamlari, ish haqi yoki stajni tasdiqlovchi asoslar aniq yozilgan bo'lishi kerak. Muhr, imzo, sana, arxiv rekvizitlari bo'lmasa, hujjat qaytarilishi mumkin. Shuning uchun arxivdan ma'lumotnoma olayotganda pensiya uchun deb aniq ayting. 3-nozik jihat, mehnat daftarchasidagi xatolar. Ba'zan bitta harf xato yoziladi. Tug'ilgan sana noto'g'ri ko'rsatiladi. Familiya turmushdan oldingi va keyingi holatda farq qiladi. Korxona nomi qisqartma bilan yozilgan bo'ladi. Bularning hammasi muammo tug'dirishi mumkin. Ayniqsa ayollarda familiya almashgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjat zarur bo'ladi. 4-nozik jihat, norasmiy ishlagan davrlar. Agar odam yillar davomida og'zaki kelishuv bilan ishlagan bo'lsa, ish beruvchi uni rasmiylashtirmagan bo'lsa, bu davrni pensiya stajiga kiritish qiyin bo'ladi. Men haqiqatan ishlaganman, guvohlar bor degan gap ayrim hollarda yordam berishi mumkin. Lekin pensiya hisobida asosiy mezon rasmiy hujjatdir. Shuning uchun hozir ishlayotgan yoshlar ham bundan xulosa chiqarishi kerak. Bugun norasmiy ish haqi olib yursangiz, ertaga pensiyada zarar ko'rishingiz mumkin. 5-nozik jihat, eng kam pensiya va hisoblangan pensiya farqi. Ba'zi odamning hisoblangan pensiyasi past bo'ladi, lekin davlat belgilagan minimal miqdor sababli unga kamida ma'lum miqdorda to'lanadi. Keyin umumiy oshirish bo'lsa, odam nega mening pensiyam katta oshmadi deb so'raydi. Sababi uning haqiqiy hisob kitobi minimal kafolat bilan tenglashtirilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya varaqasini ko'rib, nima asosda to'lanayotganini bilish kerak. 6-nozik jihat, pensiya turi o'zgarsa, hisoblash ham o'zgaradi. Masalan, nogironlik pensiyasidan yoshga doir pensiyaga o'tish, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasidan boshqa turdagi ta'minotga o'tish kabi holatlarda oddiy foizli oshirishdan tashqari boshqa hisob kitob paydo bo'lishi mumkin. Bu jarayonda qaysi pensiya turi siz uchun manfaatliroq ekanini mutaxassis bilan tekshirish kerak. 7-nozik jihat, ortiqcha to'langan pul masalasi. Agar hujjatlarda keyinchalik xato aniqlansa, ba'zi hollarda ortiqcha to'lov yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun noto'g'ri ma'lumot berish, yashirish yoki shunaqa qilib yozdirib olaylik degan yo'lga kirmaslik kerak. Pensiya masalasida hamma narsa qonuniy bo'lishi lozim. Bugun kichik foyda ko'rgandek tuyulgan narsa ertaga qarzdorlikka aylanishi mumkin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avvalo, o'zingizning pensiya miqdoringiz nimaga asoslanganini bilib oling. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Mening pensiyam
qaysi staj va qaysi ish haqi davrlari asosida hisoblanganini ko'rsatib bering deb so'rang. Iloji bo'lsa yozma ariza bering. Og'zaki javob esdan chiqadi. Yozma javob esa qo'lingizda dalil bo'lib turadi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Undagi ishga kirgan va chiqqan sanlar aniqmi? Muhrlar o'qiladimi? Korxona nomlari to'g'rimi? Lavozimlar ko'rsatilganmi? Bo'sh joylar yo'qmi? Shularni qarang. Agar mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa, bu ham yakuniy fojia emas. Arxiv sobiq ish beruvchi yoki boshqa rasmiy manbalar orqali tiklashga harakat qilish mumkin. Uchinchi qadam, arxiv ma'lumotnomalarini yig'ing. Ayniqsa 1990 yillargacha va 1990 yillar boshidagi ish davrlari bo'yicha hujjatlar ko'p muammo beradi. Arxivga murojaat qilganda to'liq ma'lumot bering. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, ishlagan tashkilot nomi, taxminiy yillar, lavozim, tuman yoki shahar. Agar tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, eski va yangi nomini ayting. 4-qadam, ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni aniqlang. Chunki pensiyada faqat staj emas, ayrim hollarda ish haqi ham muhim. Agar staj bor, lekin ish haqi ma'lumoti yo'q bo'lsa, hisob-kitob kutilgandek chiqmasligi mumkin. Shuning uchun faqat ishlaganman degan ma'lumotnoma yetadi deb o'ylamang. Oylik ish haqi bo'yicha ham so'rang. 5-qadam, shaxsiy holatingizga tegishli qo'shimcha hujjatlarni tayyorlang. Bular pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy bilet, ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma, nogironlik bo'yicha hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari. Ish beruvchi bergan ma'lumotnomalar bo'lishi mumkin. Qaysi biri kerakligi sizning holatingizga bog'liq. 6-qadam, ariza matnini to'g'ri yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi kerak. Menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishingizni, ilova qilingan hujjatlar asosida ish stajim va ish haqi davrlarimni hisobga olishingizni so'rayman. Ariza oxirida ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini yozing. Arizadan nusxa olib, qabul qilingan sana va kirim raqamini belgilatib qo'ying. Bu juda muhim. 7-qadam, javobni kuting va natijani tekshiring. Agar pensiya oshsa, qaysi sanada oshgani, qancha miqdor qo'shilgani, qayta hisoblash qanday asosda qilingani haqida tushuntirish so'rang. Agar rad javobi berilsa, rad etish sababi yozma ko'rsatilishi kerak. Bo'lmaydi degan og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Sabab yozilsa, siz xatoni tuzatishingiz yoki yuqori tashkilotga murojaat qilishingiz mumkin. 8-qadam, agar hisob-kitobda xato deb o'ylasangiz, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organiga, adliya organlariga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati borligini biling. Men darhol sudga yuguring demayman. Avval hujjatlarni tartibga keltiring, yozma javob oling, mutaxassis bilan maslahat qiling. Lekin huquqingiz buzilgan bo'lsa, uni himoya qilishdan qo'rqmang. Endi men eng ko'p beriladigan savollarga javob beraman. Birinchi savol: avgustdan hammaning pensiyasi oshadimi? Agar rasmiy qaror bilan umumiy oshirish belgilangan bo'lsa, tegishli toifadagi pensionerlarga avtomatik qo'llanadi. Lekin oshish miqdori pensiya turi va amaldagi miqdorga qarab farq qiladi. Qayta hisoblash esa alohida hujjat yoki qonuniy asos talab qilishi mumkin. Ikkinchi savol: ariza bermasam ham pensiyam qayta hisoblanadimi? Umumiy indeksatsiya bo'lsa, odatda avtomatik bo'lishi mumkin. Lekin siz yangi staj, yangi ish haqi, arxiv hujjati yoki shaxsiy holatdagi o'zgarishni qo'shmoqchi bo'lsangiz, ariza berishingiz kerak bo'ladi. Davlat organi sizning uy sandig'ingizdagi eski hujjatni o'zi bilmaydi. 3-savol: menga kam qo'shildi, nima qilay? Avval hisobotni so'rang. Pensiya qancha edi, qancha bo'ldi, qaysi asosda oshdi? Shuni bilmasdan turib xulosa qilmang. Keyin o'zingizdagi hujjatlar bilan solishtiring. Agar staj yetishmayotgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Agar ish haqi davri hisobga olinmagan bo'lsa, ma'lumotnoma izlang. 4-savol: men pensiyaga chiqqanimda hujjat topilmagan. Endi topsam bo'ladimi? Ha, harakat qilish kerak. Hujjat topilsa, belgilangan tartibda qayta ko'rib chiqish so'raladi. Lekin yana takrorlayman, natija hujjatning kuchiga, qonuniy asosga va qayta hisoblash sanasiga bog'liq bo'ladi. 5-savol: pensiyam oshsa, pul qachon tushadi? Bu to'lov jadvali, bank kartasi, naqd to'lov tartibi va qayta hisoblash qachon yakunlanganiga bog'liq. Ba'zan yangi miqdor keyingi to'lov oyida aks etadi. Ba'zan farq alohida to'lanadi. Buni mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limidan aniq sanalar bilan so'rash kerak. Eng katta xato mish-mishlarga ishonish. Telegramda yozishibdi. Qo'shnim aytdi, maqolada shunday deyishdi degan gaplar asos bo'la olmaydi.
Pensiya masalasida faqat rasmiy qaror, rasmiy ma'lumot va sizning hujjatlaringiz muhim. Ikkinchi xato ariza bermasdan kutish. Agar sizda qo'shimcha hujjat bor bo'lsa, uni topshirmasangiz, hech kim siz uchun qayta hisoblab bermasligi mumkin. O'zlari bilishadi degan fikr noto'g'ri. Davlat organi mavjud bazadagi ma'lumotga qaraydi. Sizda yangi dalil bo'lsa, uni siz taqdim etishingiz kerak. Uchinchi xato, hujjatlarni yo'qotish yoki asl nusxani ehtiyotsiz berib yuborish. Har bir hujjatdan nusxa oling. Qayerga topshirsangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Asl hujjat kerak bo'lsa, qaytarib olish tartibini aniqlang. To'rtinchi xato, pensiya hisobini umuman tekshirmaslik. Ko'pchilik yillar davomida bir xil pensiya olib yuradi, lekin uning qanday hisoblanganini bilmaydi. Men har bir pensionerga hech bo'lmasa bir marta o'z pensiya ishini tekshirtirishni maslahat beraman. Ayniqsa pensiyangiz mehnat faoliyatingizga nisbatan past ko'rinsa, bu ishni kechiktirmang. 5-xato. Norasmiy vositachilarga pul berish. Men pensiyangizni oshirib beraman. Ichkarida odamim bor. Hujjatingiz bo'lmasa ham qilib beramiz degan gaplardan ehtiyot bo'ling. Qonuniy pensiya faqat qonuniy hujjat bilan oshadi. Noqonuniy yo'l esa sizni ham muammoga qo'yishi mumkin. Demak, 1 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash masalasida eng muhim narsa shuki, hammaning holati bir xil emas. Kimning pensiyasi umumiy oshirish asosida avtomatik ko'tarilishi mumkin. Kimning pensiyasi qo'shimcha hujjatlar asosida qayta hisoblanishi mumkin. Kimda esa hujjatlar to'liq bo'lgani uchun faqat belgilangan tartibdagi o'zgarish bo'ladi. Eng asosiy mezonlar: ish staji, ish haqi ma'lumotlari, pensiya turi, qo'shimcha imtiyozlar va hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilgani. Men sizga tavsiya qilaman. Pensiya varaqangizni tekshirtiring, mehnat daftarchangizni ko'rib chiqing. Arxiv hujjatlarini yig'ing. Zarur bo'lsa, yozma ariza bering va og'zaki kap bilan cheklanib qolmang. Har bir so'm pensioner uchun muhim. Bu pul sizning yillar davomida qilgan mehnatingizning natijasi. Shuning uchun uni bilib, talab qilib, qonuniy yo'l bilan rasmiylashtirish kerak. Agar sizning pensiyangiz oshgan bo'lsa yoki qayta hisoblash bo'yicha savolingiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring, sizga qancha qo'shildi, qaysi hududdansiz, qanday muammo bo'lyapti. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ularga bevosita foyda berishi mumkin.